Jahon tarixi 8-sinf 4-mavzu. G'arbiy Yevropada yangi davr madaniyatining shakllanishi. Uyg'onish davri madaniyati. Yangi davr boshlarida Yevropaning ko'pgina mamlakatlari misli ko'rilmagan madaniy yuksalishni boshdan kechirdi. Fan taraqqiyotidagi yutuqlar kishilarning olam haqidagi tasavvurlarini o'zgartirib yubordi. Madaniy aloqalarni kengaytirishga imkon beradigan yangi ufqlar ochildi. Fan va san'atda ulkan o'zgarishlar yuz berdi. Olimlar, ijodkorlar ideal va namuna izlab, antik davr madaniyatiga murojaat qildilar. Ilgari fan va adabiyot tili bo'lgan lotin tili o'rniga italyan, ispan, fransuz kabi xalq tillari rivojlandi. 16-asrda yashagan fransuz shoiri bu jarayonni o'z she'rida shunday ifoda etadi. Men o'tmishni o'rganib o'zligimga yo'l topdim. Nutqim bo'ldi tartibli, so'zlarim ko'p ma'nolik. Men she'riyatdan tartib, musiqadan zavq topdim. Rimlik va yunon kabi fransuz bo'ldi buyuk. Shu tariqa 16-asrga kelib avval unutib yuborilgan antik madaniyat qayta tiklana boshladi va bu jarayon Renessans, ya'ni uyg'onish nomini oldi. Uyg'onish yangi davr bo'sag'asida turgan jamiyatning ma'naviy yangilanishida katta rol o'ynaydi. Insonning bu dunyodagi o'z o'rnini qayta anglashi, taqdirdan in'om kutib emas, faol yaratuvchi bo'lib yashash hissi yangi industrial sivilizatsiyaning shakllanishiga asosiy omillardan biri bo'ldi. Gumanizm. Uyg'onish davrida insonga nisbatan munosabatlarda buyuk burilish yuz berdi. Odamlar hayotning quvonchlarini qadrlashga o'rgandi. Tabiatga, jamiyatga, insonga yangicha qaraydigan bo'ldilar. O'rab turgan olamga ilohiy emas, dunyoviy, insoniy qarash tarafdorlari gumanist, humanus insoniy deb ataldi. Gumanistlar inson haqidagi o'rta asrchilik tasavvurlarini rad etdi. Ular har bir shaxsning noyobligi va qadrini ko'rsatishga urindilar. Bilim va erkin fikr o'ziga yo'l ochib bordi. O'rta asrlardagi ta'qib va cheklashlardan so'ng fan va san'at diniy taqiqdan chiqdi. Gumanistlar dastlab cherkov tomonidan ta'qib qilindi, ularning asarlari yondirildi, ammo 16-asrga kelib ko'plab ruhoniylar va hatto Rim papalari ham gumanizm g'oyalari bilan qiziqib, gumanistlarga o'z fikrlarini erkin bayon qilish imkonini berdi. Gumanizm 14-asr o'rtalarida dastlab Italiyada paydo bo'ldi. Keyinroq boshqa mamlakatlarda ham italyan gumanistlarining izdoshlari va tarafdorlari ko'paydi. Angliyada ularning g'oyalari dono siyosatchi va qirolning birinchi vaziri Thomas More 1478-1535 Thomas More'ga kuchli ta'sir ko'rsatdi. U o'z asarida ideal davlat namunasini yaratib, uni utopiya deb atadi. Utopiya mavjud bo'lmagan yer ma'nosini anglatadi. O'shandan buyon xayoliy aslida bo'lmagan adolatli jamiyat haqidagi asarlar va ularda ilgari surilgan g'oyalarni utopiya deb atashadi. Adabiyot va san'at. Uyg'onish davri adabiyoti va san'atida o'z davrining buyuk kishilari ijod qildilar. Saxiy tabiat ularning har biriga ko'p qirrali noyob qobiliyat in'om etgan edi. Bunday noyob qobiliyat egalaridan biri William Shakespeare bo'lgan. U 1564-1616-yillarda yashab o'tgan. U inson tabiatining ajoyib mo'jizasi deb hisoblardi. Shekspir teatrga muhabbat qo'ydi, ham aktyor, ham dramaturg sifatida ijod qildi. U insonlarni o'rab turgan olamni sahna, odamlarni esa aktyorlar deb tasavvur qilardi. Shekspir kelgusi avlodlarga Otello, Gamlet, Qirol Lear hamda Romeo va Julietta kabi mashhur asarlarini meros qoldirdi. Bu davr adabiyotning yana bir yirik arbobi ispan yozuvchisi Miguel de Cervantesdir. Uning yashagan yillari 1547-1616. Uning mashhur Don Kixot asari qahramoni jahongashta Don Kixot adolatsizlik olamidagi so'nggi oliyjanob ritsar. Atrofdagi adolatsizliklar uning oliyjanob qalbini g'azabga to'ldiradi. U haqiqiy ritsar kabi xo'rlanganlar himoyasiga otlanadi.
Tasviriy san'at. Uyg'onish davri madaniyatining yana bir buyuk namoyandasi italiyalik Leonardo da Vinci 1452-1519. U bir vaqtning o'zida rassom, shoir, me'mor, haykaltarosh, musiqachi va ixtirochi olim edi. Leonardo rasm chizish san'atini san'atlar malikasi deb atagan. Leonardo asarlarining qahramonlari xudolar va avliyolar emas, balki oddiy odamlar edi. Uning eng mashhur asarlaridan biri Mona Lisa, ya'ni Gioconda asardir. Asarda Mona Lisa tomoshabinga tik boqib turibdi. Lablarida sezilar-sezilmas tabassum. U shunchalar yoqimliki suratni ko'rib insoniylikdan ko'ra ko'proq ilohiy oziq olasan deb yozgan edi o'sha davr tarixchilaridan biri. Bu davrning buyuk rassomlaridan yana biri italiyalik Rafael Santi 1483-1520-yillar. U atigi 37 yil umr ko'rdi xolos, lekin shu qisqa davr ichida o'z nomini abadiylikka muhrlagan asarlar yarata oldi. Sixtin Madonnasi u yaratgan asarlar ichida eng mashhuridir. Unda oyoq yalang Bibi Maryam go'yo bulutlarni bosmayotgandek ohista, ularning ustidan uchib yurgandek o'z qismatiga peshvoz chiqmoqda. Hali go'dak Isoning nigohlari kattalarnikidek jiddiy, u go'yo kelajakdagi azob va o'limni oldindan sezayotgandek. Onaning qarashlarida ham qayg'u va xavotir bor. U oldindan nima bo'lishini biladi. Shunga qaramasdan o'g'lining hayoti evaziga haq yo'llarni ochiladigan odamlar tomon oldinga intiladi. Yana bir mashhur rassom Rembrandt 1606-1669 yaratgan asarlar ichida eng mashhuri Adashgan o'g'ilning qaytishi rasmi edi. Injilda oilasini tashlab ketib, uzoq vaqt sanqib yurgan barcha boyliklari tugagach, ortga qaytgan o'g'lini ota kechiradi va uyiga qabul qiladi. Rembrandt o'z asarida ota va o'g'ilning uchrashuv paytini aks ettirgan. Adashgan o'g'il uy ostonasi oldida tiz cho'kib turibdi. Yirtiq kiyim va sochsiz bosh o'tgan umr kulfatlaridan dalolat beradi. Keksayib ko'r bo'lib qolgan otaning barmoqlari o'g'lining yelkasiga tegyapti. Qo'l harakati bu dunyodan qarib umidini uzgan odamning yorqin quvonchini va cheksiz muhabbatini aks ettiradi. Haykaltaroshlik. Bu davr haykaltaroshlari haykaltaroshlikni san'atlar ichida birinchisi, u insonni uning go'zalligini boshqa san'at turlaridan yaxshiroq sharaflaydi deb hisoblaganlar. Ularning eng mashhuri italiyalik Michelangelo Buonarroti edi. Uning yashagan yillari 1475-1564. U o'zining o'lmas asarlari bilan tarixda abadiy iz qoldirdi. San'atkor yaratgan David haykali uning nomini abadiyatga daxldor qildi. Injil rivoyatlariga ko'ra, yosh cho'pon yigit David dahshatli dev sifat Goliyaf bilan jang tushishga jur'at qiladi va uni tosh bilan urib o'ldiradi. Haykaltarosh Michelangelo esa jang arafasida turgan Davidni tasvirlagan. Uning yuzi g'azabga to'la. Bu haykal o'zining balandligi va go'zalligi bilan shu paytgacha yaratilgan barcha asarlarni ortda qoldirdi. Fan. Insonning atrof olamga qiziqishi ortib bordi va bu yangi davrning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib qoldi. Bu davrda olimlar fanda olamshumul kashfiyotlarni amalga oshirdi. Buyuk polyak astronomi Nikolay Kopernik 30 yil davomida osmon jismlarini kuzatib, Yer Quyosh atrofida va o'z o'q atrofida aylanadi degan xulosaga keldi. Bu xulosa fanda ulkan yangilik edi. Italiyalik Giordano Bruno 1548-1600-yillar olam abadiy mavjud, u hech qachon yo'q bo'lmaydi degan xulosani dadil ilgari surdi. Olamning cheksizligi va abadiyligi haqidagi nazariyani yaratdi. Cherkov bu fikrni shakkoklik deb baholadi va olimni gulxanda yoqishga hukm qildi. Boshqa italiyalik buyuk olim Galileo Galilei Kopernikni ta'limotidan davom ettirib, geliosentrik nazariyaga asos soldi. Galileyning atrof olamni anglashga qo'shgan hissasi u yevropalik olimlar orasida birinchi bo'lib osmon jismlarini teleskop yordamida kuzatdi. Yashagan yillari 1564-1642.
Yevropa fanining yuksalishida buyuk ingliz olimi Isak Nyutonning xizmati ulkan bo'ldi. U 1643–1727-yillarda yashab o'tgan. Nyuton mexanika va astronomiyaning nazariy asoslarini yaratdi. Butun olam tortishish qonunini ishlab chiqdi. Ko'zguli teleskopni kashf qildi. Yana bir ingliz olimi John Locke esa falsafaning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. U 1632–1704-yillarda yashab ijod etgan. Lokning asosiy xizmati shundan iboratki, u insonning tabiiy huquqlari, yashash, erkinlik va mulk huquqlari haqidagi ta'limotni yaratdi. U shuningdek hokimiyatni bo'lish, ijro hokimiyatini qonun chiqaruvchi hokimiyatdan ajratish haqidagi ta'limotni ham ishlab chiqdi. 16–18-asrlarda Yevropada yangi davr madaniyati shakllandi. San'at va fan jadal rivojlandi. Angliya va burjua inqilobi Shimoliy Amerikada mustaqillik uchun kurash, Fransuz inqilobi jarayonlarida paydo bo'lgan kishilarning ozodligi va tengligi haqidagi g'oyalar yana uzoq vaqt ko'plab xalqlar kurashining mazmuniga aylandi. Bugungi mavzumiz ham qiyin mavzulardan biri edi. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi mavzularimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.